Demek oddiy kasrlar. Oddiy kasrlar. Dastlab oddiy kasrga demak ta'rif beramiz. Butunning bir yoki bir nechta qismi kasr deb aytiladi. Kasrga demak misol tariqasida aytish mumkin. Mana 2 dan 1. Ya'ni yarim deb aytish mumkin. 1 ning yarmi. 3 dan 2. 7 dan masalan 4 va hokazo. Xohlagancha kasrlarni keltirish mumkin. Bu yerda kasrning mana bu 1, ya'ni yuqorida turgan qismi bu kasrning surati deyiladi. Mahraji esa pastda turgan qism hisoblanadi. Kasrning mahraji. Bu yerda demak surat 2, mahraj 3. Surat 4 ga teng, mahraj esa 7 ga teng bu yerda. Kasrlarni o'sha turlariga keladigan bo'lsak, demak kasrlar to'g'ri va noto'g'ri kasrlarga bo'linadi, kasrlarga ajratiladi. Agar surat mahrajdan demak mana mahrajdan kichik. Bunday holatlarda to'g'ri kasr hosil bo'ladi. Surat mahrajdan katta yoki teng bo'lgan holatlarda demak noto'g'ri kasr hosil bo'lgan bo'ladi. To'g'ri kasrga misollar keltiradigan bo'lsak, demak 9 dan 7, 11 dan 10, 12 dan demak 8 masalan. Ushbu kasrlarni ahamiyat bersak, suratining qiymatlari mahrajini qiymatlaridan kichik bo'lgani sababli bular demak to'g'ri kasrlarga misol bo'la oladi. To'g'ri kasrlar. Noto'g'ri kasrlarga misol tariqasida demak 19 dan 20, 27 dan 31 yoki mana 7 dan 100 kabi kasrlarni keltirish mumkin. Bular demak noto'g'ri kasrlar. Bu yerda demak surat mahrajidan katta bo'lgani sababli bular noto'g'ri kasrlar. Surat mahrajidan kichik bo'lgani sababli bular demak to'g'ri kasrlar deyiladi. Endi kasrlarning yana bitta ko'rinishi bu aralash kasrlar mavjud. Aralash kasrlar bu butun va kasr qismi bo'lgan kasrlar hisoblanadi. Butun va kasr qismiga ega. Kasrlar demak aralash kasrlar deyiladi. Bunga misol tariqasida 1.3 dan 2, 3 masalan 4 dan 3, aytaylik 7.5 dan 2 va hokazo. Mana bu 1 kasrning butun qismi, qolgani esa kasrning kasr qismi deb yuritiladi. Bu yerda ham 3 demak butun qism, qolgan 3 ta qism 4 yoki 4 dan 3 demak kasr qismi hisoblanadi. Bu yerda demak 7 butun qismi, 5 dan 2 esa demak kasrning o'sha kasr qismi hisoblanadi. Har qanday natural sonni har qanday kasr ko'rinishida yozish mumkin. Har qanday natural sonni demak m bo'lingan 1 kabi ko'rinishda yozish mumkin. Bizga ma'lumki 1 ga bo'lganda natural sonni ya'ni o'ziga teng bo'ladi. Agarda birorta bir 7 degan natural sonni oladigan bo'lsak, demak 7 dan 1 dan 7 yoki 7 ni 1 ga bo'lingandagi holat bu
baribir 7 ga teng bo'laveradi. Shu boisdan har qanday natural sonni kasr ko'rinishda yozish mumkin va uni mahraji 1 deb olish maqsadga muvofiq. Ayrim holatlarda kasrdan o'sha qisqartirilishi yoki qisqarmas kasrlar ko'zga tashlanadi. Bularda ikkala holatda ham demak o'sha qisqaradigan va qisqarmaydigan kasrlar. Demak, qachon kasr qisqaradi, qachon qisqarmaydi. Ya'ni qanday kasrlarga demak qisqaradigan, qanday kasrlarga qisqarmaydigan kasrlar deyiladi. Agar biror kasrning surati va mahraji umumiy bo'luvchiga ega bo'lsa, demak umumiy bo'luvchiga bo'ladi. 2 ga bo'linadi, ko'rinib turibdiki. Bemalol bu kasrni qisqartirilgan holatda yozish mumkin. Demak 10 dan 7, 20 dan 14 ni demak 2 ga mana qisqartiramiz. Ikkala sonni ham 2 ga bo'lsak, demak mana bu ham 2 ga, buni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bu yerda suratda 7, mahrajda esa 10 hosil bo'ladi. Bunday kasrlar demak qisqaradigan kasrlar deyiladi. Surat va mahrajdagi sonlarning umumiy bo'luvchisi, birdan boshqa umumiy bo'luvchisi mavjud bo'lsa, demak kasrlar qisqaradigan deyiladi. Ayrim holatlarda umumiy bo'luvchi bo'lmaydi. Aytaylik, mana 15 bo'lingan 28. 15 va 28 ning birdan boshqa demak mana bo'luvchisi yo'q. Birdan boshqa bo'luvchisi yo'q. Shu boisdan bunday kasrlar qisqarmas kasrlar deyiladi. Demak, qisqarmas kasrlar deyiladi. Endi kasrlarni taqqoslash haqida so'z yuritamiz. Kasrlarni taqqoslashda dastlab mahraji bir xil bo'lgan kasrlarni taqqoslash. Mahraji bir xil kasrlarni taqqoslash. Buni osongina hal qilish mumkin. Aytaylik, mana 9 dan 4 hamda masalan 9 dan 7 kasrlarni taqqoslash uchun agar kasrning mahrajlari teng bo'lsa, surati katta bo'lgan kasr katta bo'ladi. Ya'ni 7 4 dan katta bo'lgani sababli 9 dan 7 bu 9 dan 4 dan katta. Agarda mahrajlari har xil bo'lsa-yu, suratlari bir xil bo'lsa, demak 5 bo'lingan 11 hamda masalan 5 bo'lingan 13. Bu yerda mahraji kichik kasr katta deb topiladi. Demak mahraji kichik kasr 13 va 11 suratlari bir xil, demak kichik mahraji kichik bo'lgan kasr katta hisoblanadi. Sabab o'sha mahrajida bo'lgani sababli bu esa o'sha kattaroq mahrajga, ya'ni mahraj bu kasr chizig'i bu bo'lish vazifasini bajaradi. Buni eslatib o'tish kerak. 5 ni demak 13 ga bo'lgan bilan 5 ni 11 ga bo'lgan mantiqan demak kattaligi ko'rinib turibdi. Agarda mahrajlari turli kasrlar bo'lsa, mahrajlari turli kasrlarni taqqoslashda ularni umumiy mahrajga keltirgan holda taqqoslash tavsiya etiladi. Masalan 3 dan 2 hamda aytaylik mana 7 dan 4. Bu ikkita kasrga demak umumiy mahraj tariqasida 3 va 7 ga ekuk, ya'ni o'sha umumiy mahraj topish qoidasiga ko'ra 21 ni tashkil qilsa, 21 bunga 7 ta, bunga esa o'sha yetmagan qismiga ko'paytma tariqasida raqamlar sonlar yozilsa, 7 kere 2 bu demek yani 14, bu ise 21, 12, 3 kere 4. Bu yerda demek mahrajlari bir xil, suratdagi katta son albatta o'sha kattaligini biz yuqorida aytib o'tdik. Endi kasrlar ustidagi amallarga to'xtaladigan bo'lsak, kasrlar ustidagi amallar bir xil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirish haqida dastlab gaplashamiz. 9 dan 7
qo'shilgan, demak mana 9 dan 1. Mahrajlari bir xil kasrlarni qo'shayotganda, demak o'sha mahraj o'zgarishsiz qoladi. Suratlar esa yig'indi tariqasida qo'shilib bir-biriga surat yoziladi, ya'ni 9 dan 8. Ayirmada ham xuddi shunday. Aytaylik, mana 13 dan 12 ayrilgan 13 dan aytaylik mana 8. Bu yerda ham ayirmada ham agar mahraj bir xil bo'lsa, demak mahraj o'zgarishsiz qoladi. Suratlarning ayirmasi demak ayrilib suratga yoziladi mana 13 dan 4. Endi demak turli mahrajli kasrlarni qo'sh ayirish, turli mahrajli kasrlarni qo'shish, ayirish. Turli mahrajli kasrlarni qo'shish, ayirish. Demak, turli mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirishda ularni bir xil mahrajga olib kelish talab qilinadi. Aytaylik, mana 3 dan 1 qo'shilgan, aytaylik 9 dan masalan 5. Bu yerda 3 va 9 uchun umumiy mahraj demak bemalol ko'rinib turibdi, demak 9 ekanligi. Bunga demak suratiga 3 ga ko'paytiramiz. 3 ni 1 ga ko'paytirsak 3, 5 esa o'zgarishsiz qoladi. Ana natijada yig'indi 9 dan 8 yana hosil bo'ldi. Yoki yana birorta misol 14 dan demak mana 11 ayrilgan, demak 7 dan 2. Bu yerda ham demak 14 va 7 uchun umumiy mahraj demak 14 ekanligini bilamiz. Bu yerga demak 14, ushbu kasrning mahraji 14 ga teng, hech qanaqangi ko'paytirishga hojat yo'q. Bu yerda esa 7 edi, endi 14 ga aylanyapti, demak suratni 2 ga ko'paytirishga to'g'ri keladi. 2 ga. Chunki bu 2 mana bu umumiy mahraj 14 deb tanlangandan keyin 7 ga bo'lganda 2 ga teng bo'lgani boisidan 2 ga ko'paytiramiz. Natijada 11 dan 4 ni ayirsak 7 bo'lingan demak 14. Endi oddiy kasrlarning ko'paytma va o'sha ayirma, ko'paytma va bo'lish amallari haqida so'z yuritamiz. Ko'paytirish va bo'lish. Demak, kasrlarni ko'paytirish va bo'lish. Ko'paytirish, masalan mana 3 dan 2 ko'paytirilgan, aytaylik mana 8 dan aytaylik 5. Ushbu ko'paytmani bajarish uchun ko'paytirayotgan paytda o'sha suratlar ko'paytirilib, suratga mahrajlar ko'paytirilib, mahrajga yoziladi. Ya'ni 2 ni 5 ga hamda 3 ni 8 ga mana. Bu 2 ni 5 ga qo'ysak 10, 3 kara 8 demak 24. Buni xohlasak, demak kasrlarni qisqartirish degan tushuncha bor. Agar surat va mahrajdagi sonlar bir xil songa bo'linsa, ularni o'sha songa qisqartirish mumkin. Ya'ni 10 va 24 2 ga ikkalasi ham bo'linadi. 10 2 ga bo'lamiz demak mana 5, 24 ni 2 ga bo'lamiz demak mana 12. Demak ko'paytma 12 dan 5 ga teng ekan. Bo'lish mana 3 dan 8 bo'lingan, aytaylik mana 4 dan 3. Ushbu bo'lishni bajarayotgan paytda demak birinchi kasr bu bo'linuvchi. Mana bu kasr esa bo'luvchi. Bo'linuvchini bo'luvchiga bo'lish uchun oddiy kasrlarda demak bo'luvchida joylashgan kasrni teskari kasrga aylantirib ko'paytiramiz. Ya'ni teskari kasr degani izoh beramiz. Teskari kasr, teskari sonlar haqida umumiy holat izoh beraylik. Teskari sonlar. Bu demak ko'paytmasi 1 ga teng bo'lgan, 1 ga teng ikkita son hisoblanadi. Teskari sonlar. Demak ko'paytmasi 1 ga teng. Bunga misol tariqasida 2 va 2 dan 1. Mana ko'paytma 1 ga teng. 9 dan 7, 7 dan 9 bilan ko'paytmasi 1 ga teng.
juda ham cheksiz holatlarda topish mumkin. Bunday teskari sonlarni butun bo'lishi mumkin. Birortasi teskari sonlarni tashkil qiluvchi sonlardan birontasi. Ikkalasi ham kasr bo'ladigan holatlar ham mavjud. Demak, shu tariqada buni demak hisoblaydigan bo'lsak, demak 3 bo'lingan 3 kara 4 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 3. Bu yerda qisqartirishimizga kerak. 3 bilan 3 ni qisqartirish mumkin, 4 bilan 8 ni natijada mana 2. Natija demak 2 dan 1. Yana bir narsani eslatib o'tish kerak. Kasrdan taqqoslayotganda yoki kasrlarni surat va mahrajini bir xil songa ko'paytirish ham bu kasrlarning qiymatini o'zgartirmaydi. Demak, kasrlarning surat va mahrajiga bir xil son ko'paytirilsa, qiymat jihatdan o'zgarmaydi. Masalan, 7 dan 3 olaylik. Surat va mahrajiga mana 4 ni ko'paytirsak, 12 bo'lingan 28. Demak, berilgan kasr bilan ushbu hosil bo'lgan kasr baribir aynan teng hisoblanadi. Shu o'rinda aralash kasrlar haqida ham aytsak, demak, aralash kasrlar bu ham butun qism, ham kasr qismga ega kasrlar hisoblanadi. Masalan, 1/3 dan 2. Demak, bu aralash kasr. Bu yerda 1 ushbu sonning demak butun qismi 2 bo'lingan 3, ya'ni 3 dan 2. Bu esa sonni kasr qismi hisoblanadi. Demak, 1/3 dan 2 tariqasida o'qiladi. Yoki bo'lmasam 8/4 dan 3. Demak, 8 butun qismi 4 taqsim 3 esa kasr qismi. Ushbu 8/4 dan 3 sonini noto'g'ri kasrga aylantirish mumkin. Buning uchun butun qism va mahrajda turgan son ko'paytiriladi hamda suratdagi son qo'shib suratga yoziladi. Mahraj esa o'zgarishsiz qoladi. Natijada demak 32 ga 3 35 bo'lingan demak 4 ga teng. O'z navbatida noto'g'ri kasrni aralash kasr ko'rinishida tasvirlash mumkin. Aytaylik, mana 71 bo'lingan misol uchun 17. 71 bo'lingan yoki 17 dan 71. Buni demak butun qismini ajratib olish uchun dastlab 71 ni demak 17 ga bo'lamiz. Mana 4, 4 dan 68, 3. Demak, ko'rinib turibdiki 3 17 ga yetmaydi. Shu tariqada demak mana 4/17 dan 3 deb yozish mumkin. Endi aralash kasrlar ustidagi amallar haqida gaplashadigan bo'lsak, aralash kasrlarni qo'shish, ayirishda ko'pchilik turlicha yondashadi. Masalan, 2/3 dan 1 qo'shilgan demak 3/6 dan 5. Bu yerda ikki xil yo'ldan foydalanish mumkin. Birinchisi, har ikkala kasrni noto'g'ri kasrga aylantiramiz. Demak, noto'g'ri kasrga. 3. 2 ni 3 ga ko'paytiramiz va 1 ni qo'shamiz. 3 ni 6 ga ko'paytiramiz va 5 ni qo'shamiz. Mahrajlar o'zgarishsiz qoldi. Birinchisi demak 3 dan 7, keyin kasrimiz 6 dan demak 18 va 5 23 ga teng. 6 va 3 uchun demak umumiy mahraj 6. Bunga demak mana 2 ga ko'paytiriladi. Natijada demak 14 qo'shilgan 23. Natijada qo'shadigan bo'lsak 37 bo'lingan 6 yoki 6 dan 37. 37 ni 6 ga bo'lib, demak butun qismi ajratilib olinadi. 6 butun demak 6 dan 1 hisoblanadi. Endi buni demak ikkinchi usul 2/3 dan 1 ni qo'shamiz, demak 3/6 dan 5 ga. Bu ikkita kasrni dastlab butun qismlari qo'shiladi. 2 qo'shilgan mana 3 bitta qovusga olamiz. Hamda kasr qismlarini alohida qovusga olamiz. 3 dan 1 qo'shilgan demak 6 dan 5. Butun qismlarning qismi mana 5. Kasr qismlarini qo'shgan paytda yana o'sha 3 va 6 uchun umumiy mahraj 6. Bu yerga demak mana 2 ga ko'paytiramiz. 2 qo'shilgan 5 mana. Natijada 5 qo'shilgan 6 dan 7. Ahamiyat bersak 7/6 yoki 6 dan 7. Surat mahrajdan katta bo'lgani sababli u demak o'sha aralash kasr holatiga keladi. Buning uchun 7 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak,
Demak mana bitta butun va bir qoldiq qolgani bois 1/6dan 1 tarzda yozish mumkin. Butun son va aralash kasrni yig'indisini topish uchun mana bu butun son to'g'ridan to'g'ri aralash kasr, o'sha aralash kasrni butun qismiga qo'shiladi va kasr qismi o'zgarishsiz qoladi. Natijada mana 6/6dan 1. Ahamiyat bersak, demak ikkala holatda ham javobimiz aynan bir xil. Lekin ko'p holatlarda mana bu ikkinchi usul ko'proq ishlatiladi va ko'proq qulaylikka ega hisoblanadi. Sabab mana bu katta sonlar ishtirokidagi masalalarni yechganimizda bu usul aynan bizga qo'l keladi. Masalan, 199/7dan 2 ni qo'shamiz mana 203/21dan 8 ga. Ahamiyat bering, har bitta aralash kasrni hozir noto'g'ri kasrga aylantirish ham vaqtimizni juda ham ko'p band qilib qo'yadi, hamda undagi hisob-kitoblar bizga qaysidir ma'noda qiyinchilik tug'diradi. Shu sababdan mana bu yerda demak butun qismlarga qo'shib, kasr qismlarni demak alohida qo'shishimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Demak, ushbu yig'inda hisoblasak 402, bu yerda 7 va 21 uchun umum maxraj 21. Bunga demak mana 3 ga ko'paytiramiz. 21 ni 7 ga bo'lsak 3, albatta demak buni suratiga 3 ko'paysa 6 qo'shilgan demak 8. Natijada mana 402 qo'shilgan 21 dan 14. Buni demak mana 402 21 14. Agarda butun son va to'g'ri kasr qo'shilsa, butun son va to'g'ri kasr, aniqrog'i natural songa to'g'ri kasr qo'shilsa, demak o'sha butun son kasrning, aralash kasrning butun qismi va to'g'ri kasr qismi esa o'sha aralash kasrning kasr qismi bo'lib xizmat qiladi. Bu yerda ahamiyat bersak, 14 dan 21 ni 7 ga qisqartirish mumkin. 7 ga. Ikkalasini ham 7 ga qisqartirsak 2, bu yerda esa 3. Natijada 402/3 dan 2 degan javobga erishamiz. Navbatdagi mavzumiz demak o'nli kasr. O'nli kasrlar. Demak, dastlab o'nli kasrlarga ta'rif beramiz. Maxraji demak 10ning darajalaridan iborat bo'lgan kasrlar o'nli kasrlar deyiladi. Masalan, 10 dan 3. 100 dan 71, 1000 dan 102 va hokazo. Endi o'nli kasrlarni oddiy kasrlar ko'rinishidagini yozmasdan, o'sha o'nli kasrlarni yozish qoidasiga ko'ra ham tasvirlash mumkin. Ya'ni 10 dan 3 ni bu 0 butun 10 dan 3, ya'ni verguldan keyin bitta raqam. Sabab mana bu yerdagi maxrajdagi 10 sonimizda bitta 0 bo'lgani sababli 0 butun, ya'ni o'sha o'nli kasr ko'rinishida yozayotganimizda 0 dan verguldan keyin ham demak bitta raqam bo'lishi ta'minlanadi. Bu yerda 100 ikkita 0 dan iborat son bo'lgani sababli 100 dan 71 oddiy kasrni demak 0 butun verguldan keyin 71 ni yozish demak kifoya. Ya'ni bu yerdagi ikkita 0 va bu yerdagi ikkita raqam borligidan dalolat beradi. 3 ta 0 bo'lgani sababli 0 butun verguldan keyin o'sha kasr qismimizda 3 ta raqam bo'lishini ta'minlaydi. Ayrim hollarda demak qo'shimcha nollardan foydalanishga to'g'ri keladi. Bu
nimani anglatadi? Aytaylik mana 100dan 9. 100dan 9. Bu albatta 0 butun virguldan keyin bu yerda ikkita 0 bo'lgani sababli ikkita raqam bo'lishi kerak degan ma'noni anglatadi. Lekin bizda suratda bitta, shu sababdan buni suratdagi demak 9 oldiga bitta 0 yozgan holda raqamlar sonini ikkitaga yetkazamiz va 0,9 tariqasida yozamiz va ushbu o'nli kasr 100 dan 9 deb o'qiladi yoki 0,100dan 9. Hamma holatlarda raqamlar yetmagan holatlarda demak o'sha suratdagi natural son oldiga yetarlicha 0 qo'yish imkoniyatiga egamiz. Aytaylik 10.000dan 33. 10.000dan 33. Bu yerda demak mahrajida 4 ta 0 dan iborat son bo'lgani sababli demak virguldan keyin ham demak bizga ma'lumki o'sha 4 ta raqam mavjud bo'lishi kerak. Bizda bor yo'g'i demak 2 ta raqam. Buni demak 4 ta raqamga yetkazish uchun suratdagi son oldiga yetmagan, o'sha nechta 0 yetmasa demak 2 ta raqamimiz bor, 4 ta bo'lishi kerak. Demak shu boisdan 2 ta 0 yozamiz va o'sha 0lar bilan birgalikda mana bu tarzda demak yozamiz. Bu 0,10.000dan 33 deb o'qiladi. O'nli kasrlar demak taqqoslashda virguldan o'sha dastlab butun qismlarini taqqoslaymiz. Undan keyin o'sha virguldan keyingi xona birliklari bo'yicha o'sha taqqoslashni davom ettiramiz. Demak, o'nli kasrlarni taqqoslashda nimalarga ahamiyat berish zarurligi haqida gaplashamiz. Aytaylik 0,3 hamda 0,4. Ushbu ikkita o'nli kasrni taqqoslash uchun ikkalasini ham ahamiyat bersak demak butun qismlari bir xil. Kasr qismlarini demak 3. Bu yerda esa 4. Ko'rinib turibdiki demak o'ng tomondagi o'nli kasr katta. Endi 2,73 hamda 2,70 demak 9. Bu o'nli kasrlarda ham demak butun qismlari teng. Virguldan keyingi demak birinchi raqamlari ham teng. Mana virguldan keyingi ikkinchi raqamlariga ahamiyat bersak, bu yerda 3, bu yerda 9. Demak, ikkinchi kasr katta, ya'ni 2,79. 100dan 79 katta. Yana misol keltiradigan bo'lsak, demak mana 4,123 hamda 4,3. Ahamiyat bering. Bu yerda demak virguldan keyin ikkita raqam mavjud. Bu yerda esa virguldan keyin faqatgina bitta raqam mavjud. Bunday holatlarda, bunday kasrlarni, o'nli kasrlarni taqqoslashda xonalar sonini virguldan keyingi xonalar sonini tenglashtirishga to'g'ri keladi. Sabab bu yerda demak yuqoridagi singari butun qismlar bir xil. Virguldan keyin ikkita raqam, bu yerda ham virguldan keyin bitta raqam, ikkita qilishimiz uchun oxiriga 0 yozish demak kifoya. Ya'ni o'nli kasrlarda shunday xususiyat borki, o'nli kasrlarning oxiriga xohlagancha 0 yozish mumkin. Berilgan kasrga teng o'nli kasrlar hosil bo'laveradi. Mana hamma ushbu yozuvdagi o'nli kasrlar o'zaro teng. Hammasi. Bitta 0, ikkita, 3 ta 0 qo'yishingizdan qat'iy nazar, demak o'sha berilgan dastlabki 4,3 kasriga teng kasrlar hosil bo'laveradi. Bu yerda demak butun qismlar teng. Ikkinchi xona, birinchi o'sha virguldan keyingi birinchi xonaga murojaat qilamiz. Birinchi xonadagi sonlarning mana 3, bu yerda 2. Kattaligini o'zi demak darrov ikkinchi sonning katta ekanligidan dalolat beradi. Birinchi raqamlarda gina hal qilish mumkin o'sha qaysi sonning katta ekanligini. Ikkinchi mana bu yerdagi 3 va mana bu ikkinchi sonning oxiridagi 0 ga ahamiyat berishga hojat yo'q. Agarda bu yerdagi 2 va 3 raqamlari ham teng bo'lganda edi, balki o'sha oxirgi ikkita raqamga murojaat qilishga to'g'ri kelishi mumkin edi. Bunga doir misol masalan 7,47 hamda masalan 7,4.
Bu yerda ham yuqoridagi singari raqamlarni o'sha tengligi buzilgan, ya'ni bu yerda verguldan keyin ikkita raqam, bu yerda esa bitta. Buni tenglashtirish oson. Mana bu yerga demak 0 qo'yishimiz bilan verguldan keyingi raqamlar soni ikkita va ikkitaga aynan tenglashadi. Butun qismlar demak mana teng. Verguldan keyingi birinchi raqamlar ham teng. Verguldan keyin ikkinchi raqam bu yerda 0, bu yerda 7, bu yerda 0. Tabiiyki demak ushbu birinchi sonning katta ekanligiga amin bo'lamiz. O'nli kasrlar ustidagi amallarda qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish amallari demak oddiy kasrlardan katta farq qilmaydi. Ayrim holatlarda o'sha natural sonlarni qo'shish, ayirishlarga o'xshaydi. Aytaylik, mana 4,1 ga qo'shamiz. Demak, mana 3,4 ni. Bu yerda natural sonlarni ustun usulida, o'sha ustun shaklida qo'shish usuli qanday bajarilsa, aynan shunga o'xshagan holat kuzatiladi. Mana 1 ga 4 ni qo'shamiz, demak mana 5, vergul, ikkita vergul, demak bitta holatda joylashgani uchun o'sha vergul pastga tushadi. 4 ga 3 ni qo'shishimiz demak 7. Demak 7,5 ga teng yig'indi. Yoki bo'lmasam 4 demak mana 100 dan 3 qo'shilgan, aytaylik mana 5,9. Bu ikkita kasrni qo'shishda demak ozgina ahamiyatliroq bo'lish zarur. 4,100 dan 3 hamda 5,9. Ahamiyat bering. Virgullarning ustma-ust yozilganiga, ya'ni bitta qatorda yozilishiga ahamiyat berish zarur. Bu yerda ham yuqorida ishlatilgan holatdagiday kasrlarni taqqoslashda, ya'ni nollar qo'yishish mumkin degan qoidaga ko'ra, mana 4,100 dan 3 da ikkita raqam bor verguldan keyin, 5,9 da bitta raqam bo'lgani bois biz yana 4,100 dan 3 dagi ikkita raqamga tenglashtirish maqsadida bitta 0 yozishimiz mumkin. Natijada bu ikkita sonni qo'shsak, bu ikkita yig'indini qo'shsak, 3 ga 0 demak mana 3, 0 ga 9 9, vergul demak o'sha ustma-ust holatda o'sha o'z o'rnida qoladi. 4 ga 5 demak 9,93 ga teng ekan. Ayirmada ham xuddi shunday holat kuzatiladi. Demak, o'nli kasrlarning ayirmasida ham 7,100 dan 32 dan ayiramiz. 5,100 dan 26 ni. Natural sonlarni ustun shakldagi ayirmasini topishga qanday ko'rinishda bo'lsa, xuddi shunday tartibda yozib olamiz. Bu yerda demak mana 2 dan 6 ni ayirganda albatta o'sha ayirish mumkin emas. 3 dan demak bitta 1 olib beradigan bo'lsak, demak mana 12. 12 dan 6 ni ayirsak 6. Bu yerda 3 dan bitta olganimizda demak 2 qolganda, 2 dan 2 ni ayirish natijasida demak 0 ga teng. Butun qismlarni 7 dan 5 ni ayirishimiz demak 2 ni beradi. Ahamiyat bering, bu yerda ham vergul o'z o'rnida o'zgarmasgan holatda pastda ham xuddi shu holatda bo'ladi. Demak 2,100 dan 6. 2,100 dan 6. Endi yana bitta ayirmaga oid misol ko'radigan bo'lsak, 9 butun demak mana 1000 dan 12 ayrilgan 8,100 dan 89. Ushbu misolda ham ayirmani topishda demak ustun shaklda yozib olamiz. Dastlab o'sha vergullarning aynan bir xil holatda ustma-ust tushishini ta'minlaymiz albatta. Birinchi sonimizda verguldan keyin 3 ta raqam, ikkinchi sonimizda 2 ta bo'lgani bois, demak mana bu yerga oxirgi demak 0 qo'yishni esdan chiqarmasligimiz kerak. Ayirmani boshlaymiz. 2 dan 0 ni ayiramiz, demak mana 2. 1 dan 9 ni demak ayira olmaymiz. Natijada 0 dan qarz olishga murojaat qilsak, demak 0 bu yerda o'z-o'zidan demak 9 ga dan qarz olishimizga to'g'ri keladi. Demak bitta 1 ni oldik. 1 dan demak 1 ni olamiz va bundan 1 dan yana bunga qarz olsak 11. 11 dan 9 ni ayirsak yana demak 2 ga teng.
Bu yerda demek 9 qolgandi. Demek 9. 9dan 8 ni ayırsak demek 1. Natijada 8 bu yerda qolgan. 8dan 8 0. Demek natijada ayirma 0,122 ni tashkil qiladi. Endi onli kasrlarni demek ko'paytirish va bo'lish haqida gaplashsak, onli kasrlarni demek ko'paytirish va bo'lish ular ham demek natural sonlarga o'xshab amalga oshiriladi. Faqat virgullar sonini, o'sha virguldan keyingi raqamlarni inobatga olish zarur. Aytaylik, mana 2,3 ni ko'paytiramiz mana demek 7 ga. Mana bittasi demek mana onli kasr, bu esa natural son hisoblanadi. Bunday vaziyatlarda demek o'sha 2,3 emas, balki o'sha natural holatda 23 deb qabul qilib 23 ni 7 ni 23 ga ko'paytirishni amalga oshirish zarur va bu yerda mana osongina ko'paytirish mumkin. Ko'paytirish 161, mana 161 ni yozamiz. Tengligimizni chap tomonida virguldan keyingi raqamlar soni mana bittagina yagona 3 bo'lgani sabab bu yerda ham demak o'sha oxirdan, ya'ni o'ng tomondan bitta raqam qoldirgan holatda virgul qo'yamiz. Agarda ikkita onli kasr ko'paytirilganda 2,7 ko'paytirilgan faraz qilaylik mana 4,1. Bu yerda ham bularni go'yo ko'paytirish o'sha 2,7 4,1 natural sonlar singari amalga oshiriladi. Dastlab o'sha virgulni inobatga olish kerak emas. 1 ni 27 ga ko'paytiramiz go'yoki 7 2. 4 ni 27 ga ko'paytiramiz. 4 kara 7 demek 8 2 xayolimizda 4 kere 2 demek 8, yani 10. Yig'indirib hisoblaymiz. 7 2 ga 8 10 demek 0 ni yozamiz. Betga 1, bu yerda ham demek 1 ga teng bo'lsa, bu yerda tenglik demek 1107 sonni yozadigan bo'lsak, mana bu yerda virgullarni demek inobatga olish, oxirida inobatga olish zarur. Birinchi ko'paytuvchimizda virguldan keyin bitta raqam, ikkinchi ko'paytuvchimizda ham virguldan keyin bitta raqam tashkil qilsa, demak oxirgi hosil bo'lgan natijada albatta ikkita virguldan keyin ikkita raqam bo'lishini ta'minlash zarur. Sabab demak har ikkita ko'paytuvchiga bittadan bo'lsa, jami demak ikkita virguldan keyin raqam bo'lishi kerakligini bildiradi. Agarda 2,3 ko'paytirilgan, aytaylik mana 3,34 ikkita ko'paytmani, ikkita sonni ko'paytirish vazifasi topshirilsa, bu yerda oldindan aytish mumkinki, virguldan keyin 3 ta raqam bo'lishi ma'lum. Demak, bu yerda bitta, bu yerda ikkita, jami demak 3 ta raqam bo'lishi aniq. Shu boisdan 3,34 ni 2,3 ga ko'paytirgan maqsadga muvofiq. Sabab xuddi natural sonlarda 2 xonali sonni 3 xonali songa ko'paytirganimizda birinchi 3 xonali sonni, keyin 2 xonali sonni yozish maqsadiga muvofiq. Bu yerda ham xuddi shunday. Demak, hisoblaymiz. 3 ni 4 ga ko'paytiramiz. 2 12 bitta yodimizda 3 kara 3 demak 9. Haliga 1 bilan demak 0 va 3 kara 3 9. Bu demak yana 10 hisoblanadi. 2 ga ko'paytiramiz. 2 ga 2 kara 4 demak 8, 2 kara 3 6, bu yerda demek 6. Natijada qo'shsak 2 8 6 7. Bu yerda ikkita ikkinchi ko'paytuvchiga bitta bo'lgani sababli virguldan keyin raqamlar soni demak 3 ta raqamdan o'ng tomondan 3 ta raqam qoldirilgan holda demak virgul belgisi qo'yiladi. 7,1000 dan 682 deb o'qiladi. Endi onli kasrlarni bo'lish ham xuddi shu tartibda amalga oshiriladi. Masalan, mana 9,1 bo'lingan, aytaylik mana natural son 7. Buni ham demak 91 ni demak 7 ga bo'lamiz. Tabiiyki demak mana 1 marta 7 2 1 21 3 21 ayrilgan 20 0 demak 13. Bu yerda demak 9,1 bo'lgani sababli bitta xonadan o'sha o'ng tomondan bitta xona qoldirgan holatda virgul belgisi qo'yiladi. Onli kasrlarni
ya'ni o'nli kasrni o'nli kasrga bo'lgan holatlarda mana 10 butun 10dan 2 ni masalan bo'lamiz mana 3 butun 10dan aytaylik mana 4 ga. Bu yerda xuddi natural sonlar singari amalga oshirish tavsiya qilinadi. Ya'ni qanday? 10 butun 10dan 2 virguldan keyin bitta raqam mavjud. Ikkinchi, ya'ni bo'linuvchida virguldan keyin bitta raqam mavjud, bo'luvchida ham xuddi shunday. Bunday holatlarda ikkala virgulni ham bir paytda tashlash mumkin. Ya'ni yo'qotish mumkin. Ya'ni 102 ni 34 ga bo'lish bilan ekvivalent. Bu nisbatni osongina demak 3 ekanligini topish mumkin. Agarda virgullar soni bir-biridan farq qiladigan holatlarda, masalan 7,183 bo'lingan 2,1. 2,1. Agar mana bunday holatlarda o'nli kasrni demak o'nli kasrga bo'lishda hali yuqorida aytganimizdek demak virguldan keyingi raqamlar soni o'zaro dastlab tenglashtiriladi. Mana bu tarzda, ya'ni mana 2/1da bitta raqam bo'ladigan bo'lsa, 7,183 da ikkita bo'lgani bois bunga demak oxirgi birdan keyingi joyga demak o'sha 0 raqamini qo'yib tenglashtirdik. Va endi bemalol o'sha virgullar bir-barakiga tashlab yuboriladi, ya'ni yo'qotiladi. Demak, berilgan ifodaning o'sha natijasi aynan shu ifodani bo'lish bilan bir xil natijaga erishamiz. Bizga ma'lumki, buni o'sha kasr holatida yozish maqsadga muvofiq 210 dan 783, ya'ni ma'lumki kasr chizig'i o'sha bo'lish belgisini bildiradi. Bu yerda demak mana ko'rinib turibdi, mana 3 butun 210 dan demak mana 630 bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerda 153 qoladi. Endi bu kasrni mana shunday kattaroq sonlar kelganda bo'linish alomatlari bizga yordam beradi. Ko'rinib turibdiki, ikkala sonning surat va maxrajdagi o'sha kasrning surat va maxrajdagi sonlar 3 ga karrali. Suratdagi son raqamlaringiz 9, mana 1, 5, 3. Maxrajdagi son raqamlaringiz ham 2, 1, 3 ga teng. Demak, uni 3 ga qisqartiramiz natijada. Suratda 51, pastda esa 70. Endi demak 51 va 70 sonlarida umumiy bo'luvchisi yo'qligi sababli bular demak o'sha javob mana shu tarzda qoldiriladi. Ahamiyat bering. Demak, o'nli kasrni o'nli kasrga bo'lganda o'sha butun son chiqishi mumkin yoki o'nli kasr chiqishi mumkin. Ayrim holatlarda umuman o'nli kasr bo'lmagan sonlar ham paydo bo'lishi mumkin. Ko'paytirilganda, ko'paytmada albatta o'sha ko'paytmada o'nli kasr ko'paytirganda albatta o'nli kasr hosil bo'ladi har doim. Yoki butun son hosil bo'lishi mumkin. Masalan, natural son 10 ni demak o'sha 2,10 dan 3 ga ko'paytirsak 23. Demak, o'nli kasrni butun son ko'paytirganda butun son ham chiqishi mumkin. Navbatdagi mavzumiz demak davriy kasrlar. Davriy kasrlar. Demak, davriy kasrlar butun qismidan so'ng kasr qismida darhol yoki bir nechta raqamdan so'ng cheksiz marta takrorlanadigan o'nli kasrga demak davriy kasr deyiladi. Davriy kasrlar demak 2 turga ajratiladi. Sof davriy kasrlar, sof davriy kasrlar, sof davriy kasrlar. Demak, aralash davriy kasrlar. Aralash davriy kasrlar. Masalan, sof davriy kasrlarga misol tariqasida mana 0 butun, mana 3 va hokazo. 3 demak mana bu yerdagi virguldan keyingi 3lar soni demak cheksiz. Buni matematik tarzda 0 qovusning ichida demak 3 holatda yozish mumkin. Ya'ni o'sha mana shunday holat qog'ozga olingan 3 bu shu yerdagi virguldan keyin 3larning cheksiz ekanligini bildiradi. Yoki 0 butun masalan 45,
5 va hokazo. Buni 0 butun qavsda demak 45 yoki 2 butun 72 va hokazo. 2 butun demek mana 72. Ushbu kasrlar demek davriy kasrlar hisoblanadi. Buni e'tiborli tarafi shundaki, virguldan keyin darhol davr boshlangani sababli sof davriy kasrlar deyiladi. Agarda virguldan keyin 0.2 7 va hokazo bo'ladigan bo'lsa, bu yerda demak 0.2 undan keyin davr, ya'ni virguldan keyin nechtadir o'sha son turibdi, mana 2 turibdi. Undan keyin davr boshlangani sababli aralash davriy kasrlar deb yuritiladi. Yoki bunga doir mana 4.7 bu yoqda masalan 82 va hokazo. Natijada bu yerda 4 butun demak mana 7 ni yozib, keyin demak qavs ichida 82 ni yoziladi. 10 butun aytaylik mana 34, bu yoqda aytaylik mana 3 va hokazo. Bu yerda mana 10 butun 34 yoziladi. Undan keyin demak o'sha davrdagi son mana qavsga olingan holatda yoziladi. Bu demak ushbu kasrlar demak chap tomondagi kasrlar sof davriy kasrlar, o'ng tomondagi kasrlarning barchasi demak aralash davriy kasrlar hisoblanadi. Endi davriy kasrlarni oddiy kasrga aylantirish demak qoidasi. Masalan 0 butun davrda demak 4. Qoidaga ko'ra agarda o'sha butun qismi 0 bo'ladigan bo'lsa, demak butun qismda hech narsa yozish shart emas. Qavsning ichidagi raqamlar soni nechta bo'lsa, demak o'shancha 9 yozish zarur. Demak qavsning ichidagi raqamlar soni nechta bo'lsa, demak bitta 4 9 yozish, bitta 9 yozish zarur. Qavs ichidagi son bevosita o'sha suratga yoziladi. Ya'ni 9 dan 4 deb o'qiladi. Yoki demak 0.73. Bu yerda ham demak butun qismi 0 bo'lgani sababli butun qismini yozish shart emas. Bu yerda qavs davrdagi raqamlar demak 2 ta 7 va 3 dan iborat bo'lgani sababli 2 ta dan iborat. Bu yerda demak 2 ta raqamga mos ravishda 2 ta 9 yoziladi va suratga demak o'sha 73 o'zgarishsiz yozib qo'yiladi. 2 butun davrda misol uchun 731. Butun qismi 2 bo'lgani sababli demak 2 butun o'z o'rnida yoziladi va qavsning ichidagi raqamlar sonigacha 9 yozilib, o'sha qavs ichidagi o'sha davriy son o'zgarishsiz suratga yoziladi. Mana bu davriy kasrlarni oddiy kasrlarga aylantirish usuli. Endi aralash davriy kasrlarda bu holat ozgina boshqacharoq. Aytaylik mana 0.3 bu yoqda demak o'sha cheksiz demak 8. Davrda 8. Bunda ham demak butun qismiga ahamiyat berish kerak emas. Demak 0 butun bo'lgani sababli bu yerda endi davrdagi raqamlar soni nechta bo'lsa, o'shancha 9 yoziladi va davrdan tashqarida, ya'ni o'sha qavs va virgul orasidagi raqamlar nechta bo'lsa, o'shancha 0 yoziladi. Demak bitta raqam bo'lgani sababli bitta. Suratda demak virguldan keyingi son qanday ko'rinishda turgan bo'lsa, xuddi shu son yoziladi va virgul va qavs orasida turgan son ayriladi. Natijada bu yerda demak mana 35 suratda, mahrajda esa 90. Bu kasrni 5 ga qisqartirishingiz mumkin. Demak 5 ga qisqartirsak bitta 18, suratda esa 7. Demak ushbu davriy kasr 18 dan 7 ga teng ekan. Yana bir boshqa misol ko'raylik. Mana 2.71 davrda aytaylik 3. Bu yerda ham qoidamizga ko'ra demak mana butun qismiga hech qanaqangi o'zgarishlarsiz yozishimiz mumkin. Butun qismini davrdagi raqamlar soni bitta bo'lgani sababli demak o'sha bitta 9 yozish zarur. Virgul va qavsni o'sha ochilgan qismi, ya'ni o'sha qavs orasida turgan raqamlar ikkita bo'lgani bois 2 ta 0 yozamiz
virguldan keyingi o'sha qanday ko'rinishdagi son ko'rinayotgan bo'lsa, xuddi shu sonni yozib ayiramiz. Bundan virgul va qavs oralig'idagi o'sha sonni, ya'ni 71 ni. Bu ayirmani amalga oshirsak, demak 2 butun, demak mahrajda 900 qoladi. Bu yerda demak mana 3 dan 1 ni ayiramiz 2, 11 dan bu 4, bu yerda esa 642 ekan. Demak, xohlasak bu sonni demak 2 ga qisqartirishimiz mumkin. 2 ga qisqartirsak mana 450 dan 321 yoki masalan bu sonni 3 ga ham qisqartirish mumkin. 3 ga qisqartirsak demak 150, bu yerda 107. Nazarimda endi bu boshqa qisqarmaydi. 2,150 dan 107 degan javobga erishdik. Ko'pchilik o'quvchilarda mana shu holat yuzasidan juda ham ko'p savollar paydo bo'ladi. Nega masalan o'sha qavs ichidagi raqamlar soni nechta bo'lsa o'shancha 9 yozamiz? Nega mana bu virgul va qavs orasidagi raqamlar nechta bo'lsa o'shancha 0 yozamiz kabi o'sha savollar paydo bo'ladi. Bunga keling bitta ikkita misollar tariqasida tushuntiraylik. Nega o'sha 9 va 0 lardan foydalaniladi o'sha davriy kasrni oddiy kasrga aylantirishda. Ushbu demak birinchi dastlabki misoldagi o'sha ko'rganimiz 4 lar cheksiz, ya'ni o'sha davriy 4 ni oddiy kasrga aylantirish jarayonini ko'raylik. Bu ifodani o'sha mana bu cheksiz 4 lardan iborat kasrni biror x orqali belgilaylik. 10 ga 100 ga ko'paytirish qoidasiga ko'ra bizga ma'lumki, agar o'sha sonni 10 ga ko'paytirsak, bitta xona virgul siljitiladi. O'nli kasrlardan bizga bu ma'lum. 10 ga ko'paytirsak agar, demak 4,44, 44 va hokazo ko'rinishdagi son paydo bo'ladi. Agarda ikkinchi qatordagi tenglikdan birinchi qatordagi tenglikni ayirsak, demak, ya'ni pastdagi ifodadan yuqoridagi ifodani. Tabiiyki, o'ng tomonda qiyinchiliklarsiz aytish mumkin. Demak, bu 9x ni beradi. 10 ta x dan x ni ayiramiz 9x ga teng. Bu yerdagi o'sha 4 lar soni bu yerda ham cheksiz, bu yerda ham cheksiz. Cheksiz miqdordagi bir xil ikkala holatda ham bir xil bo'lgan sabab ular qisqarilib 4 dan 0 ni ayirsak, demak 4 ga teng bo'ladi. Va natijada o'sha tenglamani yechib 9 dan 4 degan javobni topishga erishamiz. Aralash davriy kasrlardan ham masalan 2 butun aytaylik mana 61. 2 butun virguldan keyin 6 o'sha davrda 1. Buni demak o'sha 2 butun 6 1 va hokazo. Demak bu berilgan sonni x deb belgilaymiz. Endi bu yerda bir gal shu sonni 10 ga ko'paytiramiz, mana 10x hosil bo'ladi. Bu yerda esa 26 butun 1 va hokazo. Endi mana bu yerdagi cheksiz birlarni yana bitta holatda paydo qilish uchun endi berilgan x deb belgilagan sonimizni 100 ga ko'paytirsak 261 va bu yoqda yana cheksiz birlardan iborat son. Uchinchi qatordagi sondan ikkinchi qatordagi sonni ayirsak, demak 261 dan 26 ayriladi. Sabab birlar ikkala holatda ham bir xil. 100 dan demak 10 ni ayirsak, demak 90. Ya'ni 90x ga teng bo'ladi. Natijada x ni topadigan bo'lsak, demak 261 minus 26, demak mahrajda 90. Bu ayirmani amalga bajarsak 200 demak 35 bo'lingan demak 90. Demak bu sonni 5 ga qisqartirishga haqqimiz bor. 5 ga qisqartsak o'zidan demak mana 47 bo'lingan 18. Butun qismini ajratib oladigan bo'lsak 2 butun demak 18 dan 11 tariqasida yozish mumkin. Demak berilgan son aynan shunga teng. Haqiqatda buni yuqoridagi o'sha dastlabki qoida orqali ham ko'radigan bo'lsangiz, mana 2 butun 6 davrda 1 bo'ladigan bo'lsa, mana 2 butunga tegmaymiz. Qavs ichidagi raqamlar nechta bo'lsa o'shancha 9 va qavs tashqarisidagi raqamlar nechta, virgul va qavs orasidagi raqam nechta bo'lsa o'shancha 0 yozadigan bo'lsak va 61 dan demak mana 6 ni ayiradigan bo'lsak 2 butun 90 dan demak 55 hosil bo'ladi va buni 5 ga qisqartiradigan bo'lsak 2 butun 18 dan 11. Ya'ni o'sha yuqoridagi javob bilan aynan bir xil
qiymat hosil bo'lishini demak kuzatish qiyin emas. Demak navbatdagi mavzumiz